Jonga tegdi. Har kuni 40 ta odamga ovqat pishirish. Agar restoranda ishlab shu ovqatlarni sotganimda, davno uyga pul yig'ib alohida chiqib ketgan bo'lardim. Men ishlagan restoranda degustator bo'lib ishlaganimda allaqachon uyli bo'lardim. Voy, siz degustation qilguncha fitnessga boring. Qarang, sevirib ketganingizni. Glory. Ebi, sizlardan qolgan ovqatlarni yesam, rahmatinglar shumi? Birovlarga o'xshab oshqozonimni kesib, ozvolmaymanmi? Erimga shundoqligimcha yoqaman. Menga qara, Glory, men tilimni qichitma, xommi? O'shaman, Hey, hammaga salom. Mana aziz podpischiklarim. Mana men bugun jannatda mo'salarim bilan birga. Nargiz, yana boshladingiz, bo'ldi qiling. Voy, kontent olishga ham qo'ymaysizlar mana. Farosatingiz bormi? Ovqat yeyapman-u, xunuk chiqib qolaman. Boshqa kontent oling, nima qilasiz? Hammaga kontentimizni ochib. Bo'ldi qilinglar, boshlamanglar yana. Boring. Bo'pti. Mana men, например, agar oyijon erim bilan birga to'ydan topgan pulimni olib qo'ymaganlarida, hammanglarga 2 xonali kvartira olib, o'zim ham alohida chiqib ketgan bo'lardim. Tinchlikmi o'sinlar? Nima haqida gapirishyapsizlar? Obbo, shu yetmay turuvdi. Shpionlar haqida. Qaysidir kinoda bor-da shunaqa joyi. Qo'shingiz nima qildi, Sevara? Voy, Nargiz reklama qildi-yu kecha 99% rasnishovkani o'shani qildirdim. Zo'rmi? G'alati emasmi? Oling qo'lingizni. Siz nimani ham tushunardingiz, bu oxirgi trend. Tojimni. Voy, Umida ashqim, mana bilasiz, siz psixologsiz. Mana shu xonadonda psix bo'lib qolmaslik uchun nima qilish kerak? Haligi Alohida chiqib ketish kerak. To'ppa-to'g'ri. haligi bitta gap aytsam maylimi? Voy, eting. Siz mana ko'p turetskiy seriallar ko'rasiz-da, meni tinchlantiradigan kitoblar o'qing. Uf, Yulduzxon, siz mazza qilib o'tiravering annejim bilan. Biz baribir alohida chiqib ketamiz. Qaynonani ko'nglini olish kitobini birgalikda o'qib o'tirasizlar. Yo'q, men uni qo'shiq kitoblar o'qigan qo'rqaman. Ha, ovsinjonlar nima haqida gaplashyapsizlar? Shoshmanglar, o'zim topaman. Shpionlar haqidami? Yo, umrim, hech xavotir olmang, sizni maqtab turdik hozir. Jannatda mo'salarim nima bo'lyapti bu yerda? Nima haqida gaplashyapsizlar? Haligi alohida chiqib ketish haqida gaplashayotgandik. Yulduz! To'g'risi-da, bilasizlar, yolg'on gapira olmayman. Botanik. Voy sharmanda. Bloger, o'chirma meni, birov ko'rib qolmasin. Sallani qo'llaringdan faqat meni kontentimni buzish keladi. Bashiring, buzib qo'ymaganingizga rahmat degan. To'shimni. Tag'in sizlar meni quloq deysizlar. Men quloqli qilayotgan bo'lsam, oyijonga qilyapman. Bu butun hafta uyimdagi gapni olib chiqyapti-ku. Sharmanda, to'shimni. Sevara. Eshitmadi. Hoy, kim bor? Kamola. Oyjon chaqiryaptilar. Boring, siz qarang, men ovqatim tega olib ketadi. Ovqat yeyishga qo'yasizlarmi? Ana Nigor opam qarasinlar. Nimaga men qarayotganman? Men, например, o'zim ishimni qilib bo'ldim, mana Sevar qarasin. Hoy, kimdir menga qaraydimi? Boring Yulduz, asablarim ko'tarmayapti hozir. Yo'q, men qo'rqaman. Yulduz, hozirgi zamon psixologlar qo'rqadigan narsaga tikib boq deyishgan. Shuncha qani turing. Oy. Vasiyat. Vasiyat?